qanchalik yetkazib beryapti bilmadim, lekin ko'zinglar bilan ko'rsanglar maza ko'rasizlar. 6 dekabr sanasiga ko'ra O'zbekiston havo tozaligi ko'rsatkichi bo'yicha menimcha 80-o'rinlarda turibdi. Ya'ni bir kunda shunchalik katta natija, ya'ni 2 kunlik yomg'ir yog'gani bizga 2-o'rinda turganida, ya'ni havosining iflosligi bo'yicha hozirgi kunda 80-o'rindamiz. Havoni tozaligi sezilarli darajada bilinyapti. Nafas olganda ham odam maza qilyapti. Mana chang havodan o'sha odamning boshi og'riyotdi. Nafas olganda hozir paytda odam maza qilyapti. Ya'ni o'zimni hattoki tog'larda yurgandek his qilyapman havoni tozaligidan. Maza. Allohning ne'mati yomg'ir, uni qadriga yetishimiz kerak. Yomg'ir bizga juda ham kerakli ekan, sababi havomizni shunchalik darajada tozalab berdiki, hattoki videoga olganimizda kadrlar shunchalik darajada sifatli chiqyapti. Insonning ko'zi ham anglab bera olmayapti bunaqa darajada sifatda. Allohga behisob shukr, yomg'ir bizga ancha kerakligini yana bir marta ko'rsatib berdi. Joninglar sog' bo'lsin.